Matchday Studio. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun Real Madridning yozdagi rejalari to'g'risida gaplashamiz. Real Madrid yozda bir qancha futbolchilarning ketishi borasida allaqachon qaror qabul qildi. David Alaba, Ferland Mendy, Fran Garcia ketishi aniq bo'lib ulgurgan futbolchilar bo'lsa, Dani Ceballos, Rudiger, Carvajal, Rodrigo, Brahim Diaz, Franco Mastantunolarning yozda jamoani tark etishi so'roq ostida. Sababi Real bu futbolchilarning mavsumning qolgan qismidagi o'yinlarini kuzatmoqchi. Real Madrid yozda bir qancha futbolchilar bilan shartnoma imzolashga qaror qilgan. Ular orasida Liverpool himoyachisi Kanate, Paris Saint-Germain yarim himoyachisi Vitinha va Manchester City markaziy yarim himoyachisi Rodri bor. Bundan tashqari klub tarbiyalanuvchisi Nico Pazning jamoaga qaytishi aniq bo'lib ulgurdi. Ijarada ajoyib o'yin ko'rsatayotgan Endrik ham yozda jamoa safiga kelib qo'shiladi. Kanalga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video Barselonaning yozdagi rejalari haqida bo'ladi.